Jasur aka, ko'pchilik Hotanbek Boynazarov haqida so'rayapti. Aslida voqea nima bo'lgan? Hotanbek Boynazarov vazn o'tish marosimidan yaxshi o'tdi. Vazn ko'rsatdi va tiklanish paytida, ya'ni восстановление paytida sog'lig'i yaxshi bo'lmaganligi tufayli отравление bo'ldi yoki nimadir bo'ldi, bilmayman, temperatura berdi. Buni bizga murabbiylar soat kechasi 3 da xabar berishdi. Bu восстановление yana bo'ladi deb unga kapelnitsiya dori-darmon qildik, yordam qildik. Doktorlar tomonidan bizda umid bor edi to'shto bu jangga chiqishiga. Afsuski, holati yaxshi bo'lmaganligi sababli jang bekor bo'ldi. Avvalambor birinchi o'chirdi bizda sportchini sog'lig'i va xudo xolasa kuchli bo'lib qaytadi degan umiddaman. Hotanbekning muxlislaridan uzr so'raymiz. Bu Mangu jamoasidan ham, Hotanbekning o'zidan ham xudo xolasa sizlarga yana yarki chiroyli janglar taqdim etishga harakat qilamiz.